Assalomu alaykum gul shaydolarim. Mana bugun men gullarimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qaranglar bularni chiroyliligini, men qaranglar. Bular uncha ko'pchilikda yo'q, menimcha ruslarda axrizondir ekan, o'zbeklarda buni nomini bilmayman. Mana bu ham anaqa kaktus turiga kirar ekan, qaranglar. Mana bu sansevera. Bu mana dekabr gullarim chiroylik. Bu yil xudo xolisa bularga ekkanimga 1 yil bo'ladi. Bu yil dekabrda ochiladi degan umiddaman. Mana siklamin bu yil sotmagan gulimni qaranglar. Bu siklaminning chiroyliligini, qip-qizil rangini oldi. Mana bular begonya, qaranglar. Begonaning turi mana bu ochilib yotgan begonya bularman, qaranglar. Begonya mana bu oq ochilgan kalla bularni sotib oldim, qaranglar. 10 ming so'mdan oldim. Mana chiroyliligini qaranglar. Mana bu siklamin 30 mingga oldim. Begonyalarimni, bu kallalarimni 10 mingga oldim. Bu kalonxoyam mana eng chiroyli qip-qizil ochiladi, mana uchalasi ham. Mana eng 2 yillik chiroyli aloy gulim, qaranglar. Mana suv quysam ham, quymasam ham 2 yildan beri chiroyli, yaqinda xudo xolisa ochilib beradi. Bu aloy gulim o'zidan o'zi xafa bo'lib, bu yil mendan bilmadim, uyimiz isib ketgangami, suv ko'p quyib qo'yganimgami, bolalari bor edi yonida, qaranglar. Yiqilib tushdi. Mana endi o'ziga kelyapti yaxshi ancha. Mana bu bolalari. Mana buni qaranglar, mana mandarinni yeb, shirin mandarinni urug'ini ekib qo'ygandim, qaranglar. Chiqdi. Qishda ekkandim. Buni qaranglar shirinligini, menga xolam kaktusni sovg'a qilganda 2 ta bir xil chiroyli. Bu gulim ham begonya, qaranglar. O'zimni begonya chiqam. Qishda sovuqda ko'chada turdi, bular issiqda turish kerak ekan. Lekin hech narsa qilmaydi, qaranglar. Chiroyli bo'lib ochilib, mana xursand qilyapman. Bu kiyik shoxi. Qalonxoyaning kiyik shoxi. Bu ayol baxtimni ko'rdi. Yaxshi tuyakka ekishim, har bir uyda ayol baxtli bo'lsa, mana shu gul ochilar ekan. Lekin ancha yildan beri nimagamdir o'zidan o'zi ko'karmadi. Mana shu ayol baxti ekaman, ildisi bilan bu yerda qo'shdim. Ekaman, bilmadim nima uchun. Endi ko'karyapti. Ayol baxtli bo'lsagina bu gul ochilib, o'shalarning uyida ochilib chiroyli bo'lar ekan. Mana sindiribman, betidan sindirib. Mana ekkanman, mana bu ikkalasini. Mana qaranglar buni. Yana bola ham chiqib kelyapti, mana. Chiroyli. Mana qaranglar, eng chiroyli, eng keskandim. Balki chiqib kelyapti, mana xursand qilib, mana. Kallani boshqa turi. Mana qaranglar, bu gullarimni chiroyliligini, o'zimni baxtli tillarim ochiladi, mana. Dollar gulim hech qachon hamma gullarni olayotganimda, gullarim videoga olayotganimda esimdan chiqib ketadi. Lekin dollar gulimni ismi hech qachon esimdan chiqmaydi. Bularni yaxshi ko'raman. Rosa ko'p dollar gulim, qaranglar. Lekin qala 8 yildan beri bittasi ham ochilmadi, mana papirni. Shu anaqani qadam rahmali ekkanda, qaranglar. Chiroyliligini endi buni kesib ko'paytirishim kerak. Yerga ekkanda
Gullarimni qaranglar. Qaranglar chiroyliligini bularni. Ko'rsa bag'ridil ochiladigan darajada chiroyli o'sgan. Buni ham yerga ko'paytiraman, kesaman yaqinda xudo xolisa. Mana yeranni gulini olib ekib qo'yganman. Tashlashga ko'zim qiymadi. Gulini oldimda ekib qo'ydim mana. Bu mani limon gulim. Qaranglar limonni. Tutvikka olganimdan keyin bularni barglari to'kilib ketdi. Buniki to'kilmadi. Chiroyli qaranglar. Mana bu gullarim zo'r gullar mana. To'g'ri gullarimni qaranglar. 500 ta o'sgan, chiroyli. Bu mana pomidor gulim quyoshda turibdi. Bu qaranglar. Ko'rinsa endi g'unchalari. Hamma pomidorlarni tukib urug'lab ekib tashlaganman. Mana qaranglar, urug'i уже chiqyapti. Qishda ekkanman, bahorda sepganman. Bu gulim ham rosa chiroyli qaranglar. Mana tog' gulim. Pomidor gulimni bolachalari ham bor. Sotuvga chiqazdim mana pomidor guli bolachilarini. Shu gullar nomi esimdan chiqib qoldi. Lekin qaranglar chiroyli. Oq ochiladi, barglarini qaranglar. Quyosh tushyapti-da bunga. Salqinda bundan qaratayman. Tutvik ekib qo'yganman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Like bosgan, komment yozgan qo'llaringlar dard ko'rmasin. Sog' salomat bo'linglar. Shuncha odam ko'rayotgani uchun rahmat.